qanday qilib telefonda web kamera qilib ishlatish mumkin? Любой narsa uchun, misol stream uchun yoki kontent olasizmi yoki zoomda ishlatasizmi web kamera qilib telefonda farqi yo'q. Misol hozir menda mana telefonimni ulab qo'yganman web kamera qilib, iPhone 11 o'zimniki. Bu savolni juda ham ko'p odam berdi. O'shaning uchun men sizlarga hozir ko'rsataman, qanday streamda ham yoki любой narsada telefonda ulab olsa bo'ladi. Sizlardan bundan oldin bitta like и подписка. Ketdi. Mana o'sha programma, Hero Webcam degan programmasi. Misol любой brauzerga kirasizlar, poisk qilasizlar. Hero Webcam deb mana birinchi chiqib keldi. Mana birinchi kirgan mana shu chiqqan saytga kirasizlar. Mana sistemalaringga qarab tortasizlar. Menda misol Windows uchun tortib, uстановка qilganlaringdan keyin o'zi mana programma o'ziga kirasizlar. Mana o'zi bu yerda настройкасы bor. Video format, разрешенияsi menda o'zi standart mana shu turadi. O'zi shu yaxshi. Если что saytga ссылка qoldiraman pastda, osonroq bo'lishini topish uchun. Keyin telefonga ham xuddi shunaqa tortasizlar. Hozir men sizlarga uni ham ko'rsataman. Mana telefondan ham kirib turib, App Store'dan Google Play Market'mi farqi yo'q. Iron Webcam deb yozasizlar. Bunda ham xuddi shunaqa chiqib keladi. Tortganlaringdan keyin o'sha telefondan ham kompyuterdan ham kirsalaring, o'sha programmaga kirsalaring, o'zi ishlab ketadi, ko'rsatishni boshlaydi. Hozir men sizlarga nima qilish kerakligini ko'rsataman. Ikkala programmani tortganlaringdan keyin ikkita yo'li bor ulashni kompyuterga. Birinchisi Wi-Fi dan, ya'ni ikkalasi ham kompyuter ham, telefon ham Wi-Fi ga ulangan bo'lishi kerak. Bitta sechda bo'lsa, bo'ldi, ishlaveradi. Ikkinchisi через USB orqali, menda xuddi men holatimda, men telefonni USB-sidan просто kompyuterga ulab qo'yganman. Тем более zaryad ham olib turadi telefon. Qizib ham ketmaydi. Уже ulaganlaringdan keyin просто programmaga kompyuterdan ham kirasizlar mana. Misol programmaga kirdilaring. Mana kirganlaringdan o'zi ochadi sразу. Telefondan ham kirib qo'yasizlar. Mana bu yerdan просто chiqib ketasizlar, bo'ldi. O'zi asli turaveradi, polni chiqib ketmaysizlar. Ishlaveradi, ko'rsatishni boshlaydi. Keyin OBS ga qanday qilib qo'shsa bo'ladi? OBS ga просто mana men уже qo'shib qo'yganman. Bu yerda plusni bosib, устройство захвата video degan joyga kirasizlar-da. Mana bu yerda OK ni bosasizlar. OK ni bosganingizdan keyin mana bunaqa narsa chiqib keladi. Bu yerda устройствоda siz mana shu web kamerani tanlab qo'yishingiz kerak. Iron Webcam degani mana shuni tanlab qo'yib, OK ni bossangiz bo'ldi. Уже bu yerda mana bunaqa qilib настроить qilaverasiz keyin o'zingizga moslab. Agaga уже kontent uchun. Tak boshqa programmalarda qanday qilib ishlataman desangiz, misol Telegramdami yo Zoomdami, u programmaga bog'liq. Просто programma o'zida kirganida, web kamerani настроить qiladigan joyga kirganida, siz o'zingiz telefoningizni xuddi mana shu Iron Webcam deb qo'yadi ularda ham. O'shani tanlab qo'ysangiz bo'ladi. Xullas shunaqa. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosib ketinglar. Keyingi hafta bundan ham yaxshi video chiqadi. Agar qanaqa savollaring bo'lsa yoki qanaqadir kontent qiziq bo'lsa, kommentariyada yozib ketsalaring, o'shanga qarab video chiqaraman keyingisida.